Motovlog so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlariga 17 ot kuchli Texam motovloglarimiz yetib keldi akalar. Shu munosabati bilan sizlarga hozirda bularni qisqacha ma'lumotini berib, sifatlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Kimga shu motovlogga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda videoni past obuna tugmasi va obuna bo'lib, ekran pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, bo'lsam birinchi bo'lib bunisidan boshlaydigan bo'lsak, motovlogimiz 17 ot kuchli original Texam motovlogi bo'ladi. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Yoqilg'i turlari benzin baklari 5 litrli qilib ishlangan. Yurg'izish joylari xohlaganlarda bu tomonda zavodnoyga ham zavodit qilishlari mumkin. Xohlaganlar uchun bu tomonda kalitlar ham bor. Kalitga ham yarimta bosishga zavodit qilishlari mumkin. Ko'rib turganinglardek yarimta kalitga zavodit olib ishlab bera oladi. Motovlogimiz oldi tomonlarida chiroyli qilib ishlangan LED faralarigacha qo'yilgan. Vozduxning filtrlari mas'ulli bo'ladi. Mas'ulli filtrlarga 50 gramdan 100 gram moyillarni quyib qo'yadigan bo'lsanglar, motorga kirayotgan changlar ushlab qoladi va motorlar umri uzoq bo'ladi. Motovlogimizda statorlari katta statordan qo'yilgan bo'ladi. Motorlari 192F motor bo'ladi. Akkumulyatorlari yaxshi geliy akkumulyatorlardan qo'yilgan. Reduktorlari katta 700 litrli reduktor qo'yilgan. Motovlogimizda pastki tomonidan ko'rsatib o'tamiz. Pastki tomoni ham juda ham katta qilib ishlangan bo'ladi. Motovlogimiz satelitli varianti bo'ladi. Qo'shimcha shisternalari bor, blok sistemasiga qo'yilgan. Buni ko'rishlar mumkin. Buni ishlashni ham ko'radigan akalarimiz uchun satelitli motovlogimiz ishlashini sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Ishlashni ko'rdinglar, ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. O'ng tomonga burilmoqchi bo'lsa, o'ng tomonda ruchkani bosib, chap tomonga buriladigan bo'lsa, chap tomonda ruchkani bosib, bemalol 360 gradusgacha aylanib ishlayapti. Balonlari katta shiroki 612 balon bo'ladi. Motovlogimiz rollari uzun variantidan bemalol aylantirib 360 gradusga rolni o'zini aylantirib, rollarni tepaga pastga qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Motovlogimiz skorlari oldiga 2 ta, orqaga bittadan skorlari bor. O'zini komplektida xuddi shunday 5 qatordan 10 qator bo'lgan qalin o'zini original frezalarigacha chiqadi. Motovlogimiz orqa tomonida qishloq xo'jaligi vom mavjud. Qishloq xo'jaligi vomga qarshi sistemalar, rotorning qarshiliklar, jatka apparatlarini ham ular bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, qarshi sistemalarni ham bitta ishlashni ko'radigan akalarimiz uchun qarshi sistemasini ham bitta videosini qo'yib ko'rsatib beramiz. Bo'lsam bunisini ham ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol 10 metrgacha bo'lgan suvlarni otib bera olyapti. Motovlogimiz aytib o'tganimdek Texam motovlogi bo'ladi. Komplektida o'zini 5 qatordan 10 qator frezasi, motovlogi, dokumenti kulishlari va orqasidagi stoykasigacha qo'shib beriladi va motovlogimizni xarid qilib olganlar uchun 1 yildan bo'lgan garantiyalarni ham bosib beramiz. Kimga xuddi shunday motovloglar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranni pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda faqatgina 17 ochili Texam motovloglari emas, juda ham katta assortimentda motovloglar bor. Xohlaganlar uchun 7 ot kuchli, xohlaganlar uchun 9 ot kuchli motovloglarimizdan ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastda nomerlar qoldirdik, bemalol murojaat qilib, optim narxlarda xarid qilib olishingiz mumkin.